Ularning hayoti sinovlarga to'la. Yashash uchun vaqti kelsa bir burda non topa olmay qoladi. Erkak 3-guruh nogironi. Ko'zi deyarli ko'rmaydi. Lekin har kuni farzandlari va tirikchiligi uchun har qanday og'ir mehnatlarga rozi. Bir xilgilar ishlatib pulam bermaydi. Kiyim beraman, hozir pulim yo'q deydi. Ha, bo'pti deyman. Uni ham bola chaqasi bor-ku. Sizlarga iltimos, qo'lingdan kelgancha menga yordam beringlar. Hattoki bu yaxshi dugonam haqida bir donada, hattoki uni ham 600 ham bitta yomon do'stlar utamayapman. Ular bilan hattoki 600 gugimam kimlikda yolg'iz bo'sh ustab qolaman shunda. Hamma meni ajratadi. Gulsimcha deb kulishadi. Ayol esa men ayolman demaydi-da, u ham oila ro'zg'ori uchun sovuqda har qanday og'ir ishlarni bajaradi. Ammo bu mehnatlar oilaning 3 nafar jajji qizlarini to'ydirishga yetmaydi. Bir kun bolalarim yetib